Shunaqa. Yana nima? Dodanglarni bilasan endi. O'zingizni ham aytib beringda. Endi buni Nurjon yozib olishi kerak. Dodanglarni oylari buni vaqtli o'sha qor dodanglar oylari vaqtli o'lib ketgan, hamma ishga o'zligi nima qilishgan. Uy tozalash ham, ovqat qilish ham o'zligi qolib ketib, tog'alarning qo'lida katta bo'lishgan. Keyin o'zing dodangni oylari bor edilar. Xudo rahmat qilsin, 94-yilda o'tganlar. Ular ham juda mehnatkash xotin edilar. Fitir qilib ozoda, mehnatkash, yaxshi odamlar bo'lishganda. sizni qanaqalaringiz bu ular dodanglarni oylari hech qachon ishlamagan, hech qachon ishlamagan, nima qilishmagan. O'sha Ne'matjon doda ularni boqib yaxshi yashashgan. Mani oyimlar 16-yilda tug'ilganlar. Toshkentda Rakat mahallada tug'ilganlar. O'sha yerda katta bo'lib, keyin turmushga chiqqanlarida Samarqand avtostansiyasi tomonda dodanglar odamlarni hovliligi bo'lishgan. Keyin o'sha yerga tushishgan. Odamlar artist edilar, mana odamlar. Dutorchi Mahmud Yunusov, ularning klichkalari bor edi. Klichkalari nima edi? Tarasha edi. Mahmud Tarasha desa hamma tanirdi. Ozg'indan keyin bo'ylari baland odam bo'lganlar-da. Shunaqa qilib ular dutorchi bo'lganlar. Artist bo'lganlar-da. Radio komitetda ishlaganlar. Davlat ishida. Adalari ularni quruvchi bo'lgan ekanlar. Endi ularni ko'rmaganman men, bilmayman. Lekin quruvchi bo'lgan ekanlar. Men bu noldan olib chiqib, bitkazib topshiradigan quruvchi bo'lgan ekanlar. Ularning otlari bilmadim nima. Yunus doda bo'lganmi? Shunaqa Yunus doda. Shunaqa biza oyimlar o'sha paytda endi oldi nimasi bo'lganlar. Endi nima qilgan 20larga chiqmagan paytlarda lekbezlagan nimalar ochilgan, o'sha yerlarda o'qib ma'lumotli bo'lib, xullas ishlaganlar, magazinda ishlagan ekanlar, qatlardadir ishlaganlar, mana shunaqa qilib, lekin shundan turmushga chiqqandan keyin uyda qolib ketganlar. 5 ta bolalar ko'p bo'lgan biza endi mana. Ularning oylari bor edi, ular nimada turishardi. Glinka ko'chasi bor edi. Glinka ko'chasi bor, hozir ham bor. O'sha yerda oylarniki bo'lgan. Ular ham oylarniki boy bo'lishgan. Uni adalari Buxoroda magazinlari bo'lganda, lekin yoshliklarida vaqtga o'lib ketgan odam. Tog'alari boy bo'lgan. Okalari urushga ketib, bezvesti yo'q xabar kelgan. Keyin chiqmadi ularning daraylari. Mana shunaqa qilib Hamidoyli keyin nechinchi yili magazinda ishga kirib ketganlar. Magazinchi kasal bo'lib qolganda, non sotadigan odam bo'lmaganda, lekin kim biladi qilib mahallada hamma surishtirib nima qilishsa, oyimlar magazinda ishgan ekanlar, shundan non magazinga o'tib ketganlar. Ancha 5-klassdamidim men. Shu 60-yillar o'qituvchilar 65-60 o'qituvchilar rus bo'lganmi maktabda? Yo'q, ruslar bo'lmagan. Mahallada ruslar ko'p bo'lgan ular u paytda. Nimadan urushdan kelgan ko'pchilik kelganda har qayerga joylashtirilganda, qayerda joy bo'lsa, kimnikida joy bo'lsa joylashtirib, ular qo'ni qo'shnilari ko'pchi o'rus edi oyimgilarni.
o'rischa yaxshi bilardilar. O'rislar o'zbekcha o'rgangan, bular o'rischa o'rgangan. Mana shunaqa qilib nima. Lekin oyimlar ham hali o'qiganlarga o'xshagan aqlli xotin edilar. Ishbilarmongina magazinda ishlab shunaqa qilib keyin продуктовый magazin ochilgan. O'sha продуктовый magazinga smenshik bo'lib ishga kirganlar. 15 kun ishlashardi, 15 kun dam olardilar. Shu biz ham 8-klassda ishlardilar oyimlar magazinda. Shunaqa qilib ancha yil ishlaganlar. Ko'kalaringizni ayting endi. Endi akalarim endi katta akamlar Hasan tog'ayli bo'ladilar. Hasan tog'ayli KGBda ishlaganlar. KGB. Po'lat tog'a emasmi ular? A? Po'lat tog'a emasmi ular? Po'lat emasmi otlar? Yo'q, Po'lat bo'lmagan. Po'lat u oyimlarni adalarini oti Po'lat bo'lgan. O'shaning uchun Rahmatjon tog'aylarning familiyalari Po'latov bo'lgan. Oyimlarning Po'latov bo'lganda o'sha tug'ilgan paytlarida Po'latov olgan ekanlar Rahmatjon akamlarnikini. Bitta ularniki Po'latov bo'lib qolgan, qolganlarniki Yunusov bo'lgan. Hasan tog'aylar bo'lgan. Tog'aylar KGBda Rahmatjon tog'a ekan. Rahmatjon tog'a ishlamagan bular KGBda. Yo'q, Hasan tog'aylar ishlaganlar. Ularni ko'rmaganman. Ular ko'rmagansan. Ular vaqtli o'tib ketganlar-da. A'lo azizlar bor edi-yu, o'shalarning adasi. Ularni ham bilmaysan, azizlarni ham bilib ko'rmadingsan. Keyin Madinaning dodasini bilasan? Ular Rahmatjonda o'sha. Rahmatjon tog'aylar, ha. Ular nimada politexnikani bitirib, o'sha yerda qolib dars berib, o'sha yerda o'qituvchi bo'lgan bular. Ishladilar. Domla bo'lganlar. Aqllilari bilinib turadi. Moskvada nima qilib kelganlar, yo'qlab kelganlar. Mana Kandiatskiyni. Ancha aqllilari o'zi bilinib turardi. Ha, bizanikilar hamma yaxshi o'qigan o'zi. Hasan tog'aylar ham yaxshi o'qiganlar. Ular ham medal olganlar, kumush medalmi shunaqa olganlar ular ham. Ular Svyazi bitirganlar. Svyazi bitirib, keyin ularni ishga jo'natgan, Polshaga jo'natgan. O'sha paytlarda tuzora o'qiganlarni yo'q-yo'qlik jo'natardi, Polshaga yuborgan. O'sha biz bilmaganmiz, ular o'zlari bilmagan holatda voyenniy nimaga nima qilgan ekan-da. O'shadan keyin nechinchi yili, 61-yilmi, 60-yili Buxoroga ko'chib kelishgan Polshadan. Keyin a'lo tug'ilgan 61-yilda. Shunaqa qilib o'sha KGBda ishlab, o'sha paytda o'zidan institut bitirgandan keyin sirasi Polshaga ketganlar, Polshadan kelganlarda KGBda ishlaganlar. KGBni ham ali sekretniy sviyazi boshlig'i bo'lganlar. Katta ishda ishlaganlar. Katta ishlayman deb, katta ishlashlarni etmas edilar. Endi paytda hech kim bir-birini nima qilmas edi, buni foydalanmas edi ishida. Xullas, Rahmatjon tog'aylar ham o'sha nimada oxir prorektorlar bo'lib ishlab yurdilar. Voyenniy kafedrada ishladilar, institutda. Shunaqa qilib keyin Ahmadjon tog'aylar borlar. Ahmadjon tog'ay ular ham nimani bitirganlar, IFFni bitirganlar. IFF degani injener fizika fakulteti. Ilgari ASULA bo'lmaganda. O'sha ASULdan keyin IFFdan ASULA ajrab chiqqan. Shunaqa qilib ular o'sha yerda zavlab bo'lib ishladilar. Bitta laboratoriyada zavедующий bo'lib ishlardilar. Keyin har qayerda ishlab yurdilar. Hozir endi pensiyadalar. Bitta mendan katta Anvar akam bor edi. Anvar akam u o'qimagan. U maktabda 7-8-klassgacha yaxshi o'qigan. Keyin mahallada bolalar yaxshi bo'lmaganiga ular har xil ishlar qilib, nima qilib o'zi daydiroq edi. Biri chiqib ketsa, ertatinggacha yuvib ketardi, kechqurun kalta yerda shunaqa edi. Mana shunaqa qilib, chuncha to'la narsa bo'lardi. Chunchani olib tashlab, nimaga kerak deb Hasan akamni urardilar. Qatta eding, kechgacha deb. Ularning kichkinasi bo'lganmilar?
yo'q eng kichkinasi yo'q mendan kattasi. Mendan katta bo'lgan. Endi o'sha paytda ular orada daydroq bo'lganda o'man u. Bir Siz chiqib eng ketsa kichkinasi o'rtoqlarimiz. bo'lganmisiz? Mendan keyin Toyir tog'am bor edilar. Shunaqa qilib keyin maktab bitirgandan keyin Anvar shoferlik qildi, avtobuslar haydardi. Shu qilib kichkina pazik avtobuslar bo'lardi, bitta eshikli. O'shanaqa haydardi. Keyin kimlarnidir olib yurdi, железный дорогani raisini olib yurdi, bir sidra. Shunaqa qilib xullas menga berilgandan keyin ular ham yo'q bo'lib ketdi. Mashina tuzatadigan odat chiqardi. Mashina tuzatib olib keladi, zapcha hammasini yoyib tashlaydi, yig'ishtirishga nima qilmay yotadi 3-4 oy. Yotgandan keyin kelgan egasi dod deb kelsa keyin yig'ib berardi. Mana shunaqa qilib 2000 yilda esimdan chiqib ketdi uni o'tgan qara. Xullas Hamida oiladan 96-yil ekan, 96-yil iyulda o'tgan u ham. 48 yoshda o'tdimi shunaqa. Ichkili olib ketdi-yu uni nima bo'ldi? Sirroz pechini bo'lib o'ldi. Toyir tog'ayni bilasan, Toyir tog'ayin radioda ishlardi. Jurnalist. Ha, ular jurnalist bo'lganmilar? Ha, jurnalist bo'lgan. Jurnalistikani bitirgan. Nima, radioda ishlardi. Ikkinchi litsoy edi, radioda, radio televideniyada ikkinchi litsoy edi. U ham ichkilikka berildi-da, shunaqa qilib o'zini obro'sini yo'qotib qo'ydi. Keyin dramaturg narsalar yozgan, she'rlar yozardi. Wow. Shoir, yozuvchi, hamma tomonlama bor edi Toyir. Bir ikkita ashulalari bor, nimalar aytishadi. Endi biz men bilmayman, qayerda qolgan narsalar bilmayman. Lekin ikkita teatr qo'yilgan uni. Hali Niso xolaning bir narsasi degan teatr bilan yana bittasi ana nimadan o'rmondan qor odammi shunaqa kelib odamlar orasida yashaydigan teatr bor. Shunaqa qor odammi shunaqa degan. O'shani yozgan. Ha, ular yozganlar teatrda qo'yishgan-a o'shani. Keyin qo'yilgan ular, ha, qo'yilgan. Unda ancha-muncha ishqigan ekan. Ikkita yozgan narsasi qo'yilgan, ha, ikkita narsasi qo'yilgan. Shunaqa. Topsa bo'ladimi o'sha asarlarni? Topsa bo'lsa kerak, ha? Endi qiziqib ko'rish kerak uncha. Nomini nima dedingiz? Bittasi menimcha qor odam edi. Qor odam, bittasi Niso xolaning bir narsasi. Toyir Yunusov. Toyir Yunusov, Mahmudovich. Aka-ukalaringizdan hech kim qolmadimi shunda hozir? Bitta Ahmadjon akam bor. Ular ikkinchimilar? Ha, oxiri uchinchi. Uchinchi. Ha, o'sha daydib yurgan. Yo'q, daydib yurmagan. Bu maktablarda yaxshi o'qigan, lekin bosh og'rig'i bo'lib, ko'p uyda qolib ketgan. Bosh ko'p og'ridi, uyda ko'p. Aytdingiz-ku ko'chada daydib yurgan. Daydib yurgan u Anvar akam. U Ular Anvar. ikkinchilar. Yo'q, u 4-chi, Anvar 4-chi. Hasan akam 1-chi, Rahmajon akam 2-chi, Ahmadjon akam 3-chi, Anvar akam 4-chi, 5-chi manman, 6-chi Toyir. Endi biz 5ta bo'lganmiz deganingizga 6ta bo'lgan ekansiz. 6ta bo'lganmiz. 5 o'g'il, 1 qiz. Shunaqa. Hamma maktabda yaxshi o'qigan hammaligi.
ham o'zi yaxshi o'qiganmiz o'zi maktabda. Rahmatjon tog'aylar ham yaxshi o'qiganlar. Institutga birinchi yoshlari yetmagan shunaqa bo'lib Pilinskga kirganlar. 1 yil vaqtli borgan ekanlar, 2 yil vaqtli borganlar-da o'qishga. Bitirganlarida 16 yosh bo'lganlar, 15 yosh bo'lganlar, xullas kalam institutga topshirishga nima qilmay Pilinskga kirganlar birinchi. Hozir bormi shunaqa kimni borlari? Seryozni ishlayotgan. Yo'q, hech kim qolmadi unaqa. Nodir endi bitta biznes qilyapti u. Nima ish qildi bilmayman, ish biznesi bor undan Nodir. Rahmatjon akamning o'g'illari Madinaning adasi. Ular biznesmenlar bilaman endi. Ha. Yana mana shunaqa ilmiy ishlar nimadir mana shunaqalar davomida. Yo'q, unaqali yo'q. Hasan akamning bolalari ham unaqa nima qilmadi, ular ham shu har xil ishlar qilib biznesga urib ko'rishdi o'zini, u ham o'xshamadi, mana shunaqa ular ham ish qilib nimadir hozir ham ishlashadi, ish qilib nima qiladi. Hech qaysi boshqa hech kimdan chiqmadi unaqa nima. Ahmadjon akamda endi bitta ikkita qiz, bitta o'g'il edi. Qizlar uzatilib ketgan. O'g'illari mazasi yo'q, u sal nima bo'lib qolgan. Ruhiy kasal. Hozir mehribonlik uyida topshirib yuborishgan. Oyisi o'lib ketdi uni ham 11-yilda. Shunaqa kelinlarimdan katta kelin borlar, 80 ga chiqib qoldi, 80 ga chiqdilar, 80 ga chiqdilar ular. 39-yilda, kam 80. Keyin Nodir oyisi bor, Rahmatjon akamning ayoli. Ular ham 80 ga borib qoldilar. Ular 45-yilda, 80 ga to'libdilar ular. Katta keyin 80 dan oshganlar 90 ga ketdilar ular. Siz ham injener bo'lgansiz-da, bo'lmasa. Nima ish qilgansiz? Qurilishdami? Yo'q, men nimada? Ipakchilik nimasini KBSda ishlaganman. Отдел avtomatikada ishlaganmiz. Avtomatический tomonlarini, proyektlarni avtomatikasini biz qilardi u. Elektrический qismini qilardi u-da. Mana chiroqlarni o'tkazib berish, qanaqa o'tkazish kerakligi, keyin dvigatellarning ishlashiga chizmalarni qilgansiz-da. Chizmalarni qilganmiz. Siz qanaqa lavozimda bo'lgan? Bosh bo'lganmisiz yo yordamchimi? Injener starshi bo'lganman, keyin oxiri ведущий injener edim. Vaqtlar o'tgandan keyin o'zi sekin oshib boradi, ведущий injener edim. Keyin yopilib ketdi. 2005-yilda yopilib ketdimi? 2004-yilda o'zi ishxona o'zi yopilib ketdi, shu bilan hozir yaxshi ish qilib keyin ishlagan joylarimda spravkalarni to'g'rilab olib, pensiya yaxshi olaman, Xudoga shukr. Hozir shu paytda ham ведущий injener bo'lgan paytimda ham oyligim nisbatan boshqalarga nisbatan yaxshi edi bizaniki. Doktorlarning puli juda kam bo'lgan. Bizaniki 180 shunaqa olardim-da, 180 katta pul edi. Necha kilo go'sht berardi? U paytda go'sht 180 tiyim shunaqa edi. Qism shunaqa edi. 100 kilocha berardi. Ha. Necha qop un olsa bo'lardi? 16 so'mdan shunaqa bo'lardi. Rovni 100 kilo. 100 kilo bo'lsa hozirgi oyligiga qanaqa bo'lardi? Hozir 120 desangiz ham 120 minglik ish boshlaganimizda 110 so'm bilan boshlaganmiz. 110 yaxshigina katta oylik bo'lgan ekan. Hozirgi pulga bir $1000 pul berganda. Ha. Keyin oshib borgan ketaman. 180 olardim oxirgi paytlarda 180 olgan edim. U katta pul, boshqalardan отдельно boshqa unaqa katta pullar kam edi.
aytaman doktorlarni puli kam bo'lgan. Bizaniki injener sostavlarniki puli sal tuzroq bo'lgan. Doktorlar qancha olardi? Doktorlar shu 120, juda ko'p bo'lsa 140, 150 shunaqa olishgan. Injenerning sostavlari ko'paydi o'zi. Ular pensiya hozir ular hali bizdan kam oladi, любой doktorlar. Sizda qancha pensiya? 4 millionmi? 4ga ozgina yetmaydi. 150 ming yetmaydi. Men endi hozir iyuldan oshsa, xudo xohlasa 4dan oshadi. Kam deydi abi. Endi o'zimga yetadi. 6 million bo'lsa, ha, desa bo'ladi. Sababi pensiya bunaqa hisoblanmaydi. Mana Amerikada qanaqa hisoblanadi pensiya? Yashashingizga, ovqatingizga yetadi, boshqa narsaga yetmaydi. Sizda yashashingizga ham pul yetmaydi. Uyingiz yo'q deb tasavvur qiling. Sizni uyingiz yo'q. Ha. O'yimga. Unda yetmaydi, to'g'ri. Endi sizga uy bergani aslida. Amerikada uy bermaydi-da. SSR paytida uy bergan. Ko'pchilikga bergan. Endi yaxshi ishlaganlarga berganda uyni. Yo, ishxonalarda mana sag'al sostoятельный ishxonalar davlatdan olganda сотрудниклari uchun. Bizda shu qilib nima qilgan, o'y bergan ko'pchiligiga birinchi berardi, ali временный berardi. Uni agar ko'chadigan bo'lsa topshirilardi. Keyin o'sha bizning paytimizda навсегда bergan. O'sha mana sizlar yashagan birinchi etajli uyni men ishxonadan olganman-da. Ishlab o'chirtga yozilib qo'yib, o'chirt bilan olinardi. Unda olib qarasa, yaxshigina narsaga erishgansiz siz hayotda ayol bo'lib turib. Ayol bo'lib turib siz ancha-muncha ish qilib qo'ygansiz, desa ham bo'ladi. Hayotimda yaxshi narsaga erishganim shu o'y olganim bo'lgan. Shunaqa. Dodam ishxonalardan uy bermasmidi? Ularnikidan dodang unaqa uchutlar yozilib, unaqa narsalarga xalatni отношение bo'lganda, unaqa joyim bormi bo'ldi. Men olgandan keyin kelishi ham xohlab, birinchi kelish xohlamaganlar, men bormayman-chi deb nima qildi. Keyin yo'q gapirishganmi, keyin ko'chib kelganmiz. Keyin o'sha joyim bor, o'yim bor bo'ldi. Ularni ham ishxonasida bergan, bo'lmasam olganlar bo'lgan. Nima qilmaganlar. Men yerga ham yozilganda, menga janjal qilgan dodang. Nimanga solasan, yer olsang, betingga qurasanmi deb. Shu paytda olganimizda qo'yib olardi. Mana shu o'zdan territoriyalarda rosa berganda o'shanda. Ojonim ham aytganlar odamga necha marta. Magazin oling, bitta dom oling deb olmaganlar. Bu unaqa deydilar. Borini ishlatish xohlashmaydi, qo'rqishadi, qo'rqoq. Riskovat qilishga nima qiladi-da. Endi men hech narsa riskovat qilmaganman, menga tayyor berganda. Shuning uchun o'zi riskovat qilganim yaxshi-da, bir narsaga erishishim mumkin. Endi to'g'ri tushib qolishim hech gap emas. Endi u paytda qiyin bo'lgan. Misol uchun qiyin bo'lgan. Odamlar paytda riskovat qilish yaxshi bo'lmagan, sababi bizneslar bo'lmagan, boshqa bo'lmagan. Endi o'rda вообще hech narsa yo'q edi. Nimadir yo'qotsa, o'zini tiklab ola olmaydigan darajaga tushib qolardi-da. Shunaqa payt. Endi hozir misol uchun meni paytimda, Xudoga shukr, hamma narsangiz yo'q bo'lib qolsa ham, qayerdandir arendaga olib yashasangiz bo'ladi. Oilangiz yetadi. Amallasa bo'ladi. Zaman paytlar shunaqa bo'lib qolganda, adamniki ayniqsa adam paytida hech narsa, na o'y berardi, na joy berardi, na ishga joylardi. Bizda institut bitirganlarni направить qilardi ishga. Bularni направить ham qilmaganda hech qayerga. O'shaning uchun ish qolib ketdi. O'sha yuvargan joyida ishlab, sekin-sekin nima qilganmiz. Ishga обязательно olardi o'qish bitirganini. Keyin o'qish bitirganga ham qaramadi-da. Endi shunaqaga to'g'ri keldi. Shunaqa.
Bo'lib oldingmi ancha-muncha narsa? Har holda bilib oldim. Bilib olding azizim. Ha. Kimdir Ha, aytuvdingiz oyimni ham Afrikada ishlab kelgan deb. O'sha Rahmatjon tog'am bilan ishlab kelganmilar Afrikalarda dars berib. ha, ha. O'sha Rahmatjon tog'aylar Afrikaga borganlar. Afrikaning qaysi shahari edi-ya? Balo shahar edi. Ha. Kongoda bo'lishgan. Kongoda 3 yilmi shunaqa 3 yil bo'lishgan. bo'lganmilar, yaxshigina bo'lgan ekan. Ha. Bo'pti. 3 yil u paytda shunaqa bosh 3 yil 4 yil nima qilardi? 3 yil. Ularni rus deb qaragan bo'lsa kerak yodigilar. Endi Ha, SSR shunaqa. paytda rus deganda. Rus deb o'ylagan. Ha. Lekin turklarga ham o'xshaydilar menimcha. Endi Turkiya xalqimiz. Ozarbayjon, gruzinlarga o'xshashardi. Hasan tog'aylar xuddi gruzinga o'xshardilar. Sochlari jingalak, xuddi shunaqa ranglari oqroq shunaqa edi. Rahmatjon akamni Ozarbayjonga o'xshardilar. O'zi men oyimlar bilan odamlar shunaqa sal nimaligi shu Ozarbayjonga o'xshab ketishadigan shunaqa edi. Oyimlar chiroyli xotin bo'lganlar. Chiroyli Hamida oyi deyishardi hamma. Mahallada hamma yaxshi ko'rardi Hamida oyi. Bolalar вообще yosh bolalarni juda ham yaxshi ko'rardilar-da. Hamma bizanikida o'ynardi. Qo'shnilar bolasi. Biz endi ko'pchilik yudu. Yosh bolalar bizanikida biza o'ynatardi bolalarni. Ko'chaning bolalari, yosh bolalarni bizdan keyingi bolalarni biz boqib katta qilganmiz ko'pchini. Gulchehra degan qizni, Qudratilla degan bolani. Shunaqa. Ilgari hayoti baribir boshqacharoq bo'lganda, odamlar bir-biriga kirdi chiqdisi kuchli, nima bo'lgan hovliliklar. Bemalol bolalari bir-birinikida yeb ichib yuravergan. Hozir endi taqir eshikni yopib o'yi kirib ketgandan keyin birovni kirmaydi ham, birovni kirgizmaydi ham. Shunaqa. Sizlar shunaqa nima bilan katta bo'ldinglar-da? Faqat ko'chani bildinglar. Hozir undan battar. Hozir misol uchun biza katta bo'lgan paytda ko'chadagilarni tanigansiz, o'ynagansiz birga. Hozir ko'chaga chiqmaydi. Ha, ko'chaga chiqmaydi hamma. Tanisi, o'rtoq bo'lsa katta gap. Qo'lda telefon. Endi bu O'zbekiston. Amerikani oladigan bo'lsangiz, qo'shnimning otini bilmayman. Nechta bolasi bor, hech nimani bilmayman. Nima ish qiladi? Общаться qilmaysizlar. Yo'q, gaplashmaydi. Agar siz kimdandir so'rasangiz, sizni urishib so'kib beradi. Sen meni ishimga aralashmagin deydi. Hech kim sizga aralashmaydi. Ko'chada chiqib yalang'och yugursangiz ham hech kim aralashmaydi. Bilganini qilsin deydi. Ishi bo'lmaydi. Yo'q, hech kim ishi yo'q. Ishxonada ham kimni nechta bolasi bor bila olmaysiz. Yetmasa bilmaysiz. Hech kim so'ramaydi ham, hech kim so'ramaydi ham, aytmaydi ham. Hozir ishxonaga borib turasanmi yo faqat uyda ishlaysanmi? Borib turaman. Borishga harakat qiyin-da, uyda juda ko'p uyda qolib ketavermagin, bolam. Nima bo'ladi shunaqa bo'lsa? Endi ko'chaga chiqmaganim yaxshi emas-da. Men bu yerda shu ko'chaga chiqmaganingdan juda xavotirlanardim-da. Uy o'rganib qolsang ham hech kim ko'chada yura olmaysan-da. Uncha narsa yoqmaydi, ruhing yoqmaydi. Ko'chada endi har xil holat bo'ladi. Ko'chaning transportini ko'rasan, odamlarni ko'rasan, общаться qilasan baribir odamlar bilan. Bitta og'iz so'z gapirsang ham, bunda qarasang ham rangini ko'rasan, o'zini ko'rasan. Qanaqa odamligini bilib o'tasan. Bizda odamlar baribir o'qiraganda. Mendan qo'rqadi-da ishxonadagilar. Ko'zini olib qochadi, qaramaydi, misol uchun yoki yumshoq gapiradi. Biz o'qiraganmiz o'zbeklar. O'zbeklar qanaqadir ko'chaga chiqsangiz ham hamma seryozni yuradi-yu. Bular unaqa emas-da, sizga qarab kuladi. Kim ko'zga tushsa bo'ldi, kuladi sizdan, qalaysan, yaxshimisan deydi. Oddiy o'tirganda ham xursand bo'lib o'tiradi. Bashara har doim shunaqa bir xilda, xuddi bir atilab shunaqa qilib olgandek, o'zi atilab shunaqa qiladi. Har doim bir xilda xursand bo'lib yuradi-da. Ular hayron qoladi.
Eh, Sen ham harakat qiyin qildingmi shuni? ekanda, qiyin ekan. Qiyin. Endi yo bir xil oilalarda shunaqa kuladiganlar ko'p bo'lib, bizani oila shunaqa серьезный bo'lib chiqdida sizlar ham. Ko'pchilik seryozni O'zbekistonda ham ko'pchilik. Ha, Kulib, ko'pchilik. xursand bo'lib yursangiz, sizni tepkalab tashlaydi. Bolalar sizni bir tiyinga olmaydi. Bu Ha, Slaviya shuni. ekan deydi. Kuchsiz ekan bu deydi. Ha. Ha, bu Zloyroq tirjayib, bo'lsang, ha, unda hamma qo'rqadi. Ha. Ha, bu yoqda unaqa emas. Bu yerda unaqa bo'lishingiz shart emas. Siz qanaqa Shart bo'lsangiz ham emas. hech kim sizga tegib narsangizni olib qo'ymaydi, bir nima qilmaydi. Ha. O'shanga bu yerda unaqa bo'lish umuman невыгодно, umuman. Ha. Ishingiz hech Ya, yaxshi bo'lmaydi, o'qirayversangiz. odamlar bilan yaxshi muomala qilgan, baribir yaxshi muomalada yaxshilik ko'p-da. Ketayotganda bitta ham salom alik qiladimi odamlar bir-biri bilan? Просто Bizda o'zbeklar salom berib o'tadimi? Просто qalaysan deydi, bo'ldi. U yoqdan u yoqqa o'tmaydi. Hay deydi, bo'ldi. Ha. Shu bilan tugaydi. Tugaydi. Yaxshimisan degan savolga javob berilmaydi bu yoqda. Bizda ha, yaxshiman deyiladi-yu. U yerda yaxshimisan deydi. Siz ham yaxshi deydi bizda. Yo, bu yoqda yaxshimisan deydi, bo'ldi. Dalsha javob berishi shart emas. Bo'ldi, shu to'xtaydi. Ular ham javob bermaydi, siz ham javob bermaysiz. Bo'ldi, o'sha yerda o'zi to'xtaydi. Mayli. Senga birov tegmasa bo'ldi-da. Senga tegmasa, sen birovga tegmaysan. Mashinalaring haydab turibsan, mashina oldin olgansan-ku, ha? Har kuni haydayman. Har kuni haydaysan? Xudoga shukr, yaxshi mashina olganman. Ko'chaga chiqib turar ekansan. Sal qimmatroq, sal emasmi? Mayli, yaxshi mashina. Ko'nglimdagidek yaxshi. yaxshi. Yaxshisini olgani yaxshi. Ismoil akadan oldim-ku, Erollik. Otim bir xil ekan degding-ku. Yaxshi. Endi u ham aldavordi. Akkumulyatoringni alishtirib beraman deb alishtirib bermadi. Mayli endi. Shu-da ularni arzonroqga olib sotadi-da. Bu yerda ham shunaqa o'zi. O'rtakashlar. Birovning mashinasini Endi arzonga normal yaxshi mashina sotdi, lekin aytdi, unaqa kasali yo'q. To'g'ri, mayda-chuyda ishlari chiqadi, lekin mashina o'zi yaxshi mashina dedi. To'g'ri aytgan. O'zi yaxshi, motori yaxshi, yaxshi qaralgan. Yaxshi. Chiroqroq, hamma texnika joylari ishlaydi. Bitta-ikkita chirog'ini alishtirdim. Endi lekin simlari uzilmagan. Chirog'ini alishtirsangiz ishlaydi. Ayni chiroyimda konditsioner ishlaydi. Yaxshi. Motori yaxshi. Bo'pti. Moy vaqtida almashtirilgan. Bemalol yaxshi foydalanayotgan bo'lsang yaxshi-da. Etga bexavotir borib kelsang. To'xtamay. Bir 15,000 kilometr yurib qo'ydim shu bujon. Ancha yuribsan, binoyda. Adam bir yilda shunaqa yuradi. Adam bir yilda shunaqa yuradi. Endi shahar ham katta-da. Shahar katta. Bir 5 baravar, 5-6 baravar katta Toshkentdan. Toshkentdan. Mashina ko'pmi yerda ham? Kech payt ko'proq bo'ladi, shu 5-6 larda. Bemalol. Bemalol. Bu yerda hozir yurib yo'llari juda katta bu yoqda bujon. Bizda kichkina yo'llar. Bir tarafi o'zida 8-9 ta palasi bo'ladi. Общий qo'shsangiz bir 18-20 ta bo'lib ketadi. Qarab. Yo boshidan bu yoq boshiga o'tgunizcha 5-6 minut o'tib ketadi-da. O'ngga mashinani olib kelgunizcha 2-3 kilometr oldin o'tib olishingiz kerak-da, chiqib ketmoqchi bo'lsangiz. Keyin bitta yo'lda anaqa yo'q, svetofor yo'q. Bosadi. Umuman svetofor yo'q. Bemalol yuraveradi-ku. Svetofor faqat odam yashash punktlarida, o'sha magazinlarda. O'shalarda bor. Ko'pi shu svetofor yo'q joylarda ko'p. Aqalga chiqib ketasiz, tog'larga chiqib ketasiz. Xuddi ko'p yo'llar shunaqa yo'l. Sababi shahar katta-da. Katta bo'lgan uchun.
tog'ga chiqqanda chiqib Bitim ketasiz-da, magazinga borganda ham tog'ga chiqqanda chiqib ketasiz. ketasan. Yo'lda svetofor bo'lmaydi. Keyin Yaxshi. yana svetoforli yo'l отдельно bo'ladi-da. Yana qo'shilib olasiz. Ha, O'sha yana. yo'ldan chiqib Ha, ketsangiz, yana svetoforli yo'lga qo'shilib ketadi. Yana mahallani chekib ketaverasiz keyin. ha, yaxshi. Bular joy anaqa oldiga o'tib ketgan. Hmm. Yo'llarni hammasi beton. Bular asfalt yo'l qurmaydi, faqat beton quradi. Bitim 2-3 quradi. metrli, 1-2 metrli beton bo'ladi. 100 yillab turadi u. Anchaga turadi. Turadi u. U qurolguncha ham ancha pul ketgan bo'lsa kerak. Yaxshi. Taniya sog' mayli, ishlaring yaxshi, omadini bersin sog'. Yaxshi joylardan aytib Shu o'qisin odam doim. qancha ish yo'li bor, shularga qiyin bizda Xudoga shukr ish bor, hammasi joyida. Ish yo'q bo'lganda qaytib kelardim allaqachon. Lekin Qaytib ketani. ishi yo'q bolalar ish qidirib yurganlar bor. Hamma yig'ib terganlarni ishlab bo'ldi. Shunaqa bolalar ham bor. Mana o'sha 5-6 oydan beri ish qidirib yurganlar bor. 5-6 oydan beri ish qidirib hamma yig'gan pullarini o'sha ishlatib bo'ldi. Bo'ldi, ha. Ishlatib bo'ladi. Ish yo'q. Yaxshi. Yaxshi sohani tanlagan ekansan deysan o'zi. Endi bu soha ham endi menimcha hozircha anaqa bo'lyapti. Искусственный intellekt chiqib. Ha. Yaxshi sohalar o'zimga yoqadi. Tillab yer chopmaysan, ish qilmaysan, o'tirib bemalol ishlaysan. Shunisi yaxshi. O'zim ham o'ylab qolaman, hozir men anaqada ishlasam ishga borishga erinaman-da. Voy hozir fizikiy ish bo'lganda, restoranda ishmi, bilmadim, nima ish bo'lganda majbur borardim-da. Magazinda narsa tashishmi, nimadir taxlashmi. 8 dan 8 gacha hozir o'tirgan bo'lardim deb o'ylab qolaman. Men hozir siz bilan gaplashib o'tiraman, unaqa ishda unaqa mumkin emas, unaqa yo'q. Hozir gaplashganimni kech payt yana ishlab to'g'rilab qo'ysam bo'ladi-da. Ishimni qilib qo'ysam yura olaman. Unaqa ish kamda, yo'q-da unaqa ish. Lekin qiyinchiligi ham shunda-da. Sizni nima ish kutib turganini bilmaysiz-da. Ertaga mana bunaqa ber desa, bilmagan narsangiz bo'lsa, o'tirib o'rganishingiz kerak. Bir xilda bo'lmaydi-da. Har doim nimadir yangi narsa chiqadi. Hech qachon bir xilda ketmaydi. Yaxshi, o'zingning ustingda ishlar ekansan-ku. Bir xilda bo'lsa ham qotib qolasan. Yengillik bo'lsa yaxshi, qaytanga o'zing ustingda ishlab. Mana shu yengillik bo'lib turgani yaxshi baribir. Yaxshi, конечно, yaxshi. Taniya sog' bo'lsin. Ko'payib ketdi unaqalar ham. Endi vaqtida kirib oldim-ku. Vaqtida. Keragidan oshib ketdi. Bunaqa ishda ishlaydiganlar. Programmistlar. O'shanga endi biz keyingi etapga o'tishimiz kerak. Baribir ham o'qiganlar darajasiga yetolmaydi bu odam. Keyin kelayotganlar. Sanlar darajangga yetguncha ancha. Ya endi to'g'ri. Yil o'tgan sari o'piting oshib, sen уже sensiya qilasan. O'zing sohang bo'yicha. To'g'rimi? Ha, shunaqa. Lekin endi biz keyingi уровеньga o'tishimiz kerak domanda. Уже o'zimizni nimadir ishimizni qilishimiz kerak. Ishchi bo'lib qolmasdan. Sekin o'sha mana shu nima qilib ishini o'zi talab qilib sekin O'zbekistonda hali ancha bor-ku, lekin Amerikada o'sha shu narsaga kelyaptiki, uyda o'zi fermachilik qilib, daraxt ekib, ish qilganlar yaxshiroq pul topyapti-da. O'sha ish hozir
yana eski holatga qaytyapti-da. Odamzod nimadan boshlagan bo'lsa, o'shanga qaytyapti-da. boshlagan. O'sha bu biza qiladigan ishlarni kompyuterlar qilib tashlayapti-da, tushundingizmi? Kompyuter ham kimdir boshqaradi-yu baribir. Boshqaradiganlar boshqaradi, lekin hamma ham boshqaruvchi bo'laverolmaydi-da. Endi 10 ta odam ishlagan bo'lsa, bitta odam ishlaydi-da. Bitta odam qiladi. O'shanga 9 ta odam nima qiladi? Shu eski holatga qaytadi-da. Odamzod nimadan boshlagan bo'lsa, o'sha anaqalarni ko'paytirib, hayvonlarni ko'paytirib, daraxt ekib, shunga qaytiladi deb o'ylayman. Bo'lsa bordir. Agar urush bo'lmasa. Urush bo'lmasa. Tinchlik bo'lsa borgan sari ham talab shu yashashga harakat boshqacha bo'laveradi, sekin-sekin. Hamma mehnat qilishga majbur bo'ladi. Yashash uchun kurash bo'ladi. Agarda masjidda bo'lganinglarda, men o'sha shu ishga o'tib ketgan bo'lardim. Agar hamma shu yerda bo'lganda, adam istoyat bo'lsa, bitta joy olib, polniy shu yerda, polniy dehqonchilik qilsangiz ham. O'zbekistondagi bo'lmaydi bu yerda dehqonchilik. Havosi yaxshi. Havosi yaxshi. Hamma narsa yozilgan, texnika tayyor, hamma narsalari yozilgan. Qiyin bo'lmaydi. Xudo xolasa u kunga ham kelib qolarsan. Ya, xudo xolasa. Yo'llar ochilib qolsa edi, ukang ham borsa sani yoningga zo'r bo'lardi o'zi. Nima qiladi Isroil kelib? U ham yuradimi keyin? Dokument to'g'irlolmay? Kim bilan sana oldingi borsana bir bilalashib ish qilmaysizlarmi demoqchi bo'lamiz deyilsa. Ikkala bolangiz ham qolib ketadimi keyin Amerikada? Oying borsa, adang borsa bo'ldi, hamma o'sha yerda yashayversin, nima qiladi? O'zbekistonda ham bo'lib turish kerak-da. Bitta mana joylar bor-ku, nima payt kelib ketadigan bo'lsanglar. Nima qiladi? Vatan joy bo'lib turish kerak. Men o'zim Amerikaga vaqtincha qilmoqchiman. Bu yerda polniy arendaga yashab, o'z iloji bo'lsa, vatan O'zbekiston bo'lishi kerak. Men O'zbekiston vataning bor, mana bu yerda o'y joy bor, hech qachon joyini yo'qotmaymiz-ku, xudo xolasa. Shu joy. Lekin shu O'rta Osiyo xavfli hudud deb hisoblayman. Nima deb hisoblayman? Xavfli hudud deb bizaniki. Urush chiqishi oson. Shuning uchun o'tda ham bitta ham nima qilinsa zo'r bo'ladi-da. O'rislar urush chiqaradigan qilib bo'lib ketgan. Sag'alga urush chiqaradigan. Toshkent Ostonaga, anaqaga, Olmaotaga yaqin. Toshkent juda orasi yaqin. Mana 50 kilometrmi? Hamma poytaxt bir-biriga yaqin-da. Toshkent shunday chegarani yonida, bunday chegara ketgan bo'lsa Toshkent turibdi. Urush chiqadigan bo'lsa, urush chiqish oson-da, o'tdi. Nimadir bo'ladigan bo'lsa, shunda Toshkentni oladi, bo'ldi, yutqizasiz. Shunaqa bo'lingan. O'shanga birlashmoqchi-da. O'shanga hammasi bitta bo'lsa, Yevropadagi bo'lishi kerak-da uning uchun. Mana Yevrosoyuz bor, xuddi shunaqa bo'lsa. Yevropani armiyasi bitta-ku. Yevropani armiyasi ham bitta, ekonomikasi ham bitta. Uning uchun men demaydigan davlat rahbarlari kerak-da. Bu yerda O'rta Osiyoniki Tojikiston hech qachon men yon bermayman deydi. Qirg'iziston ham yon bermayman. Sekin-sekin o'zgaryapti, ular ham tushunyapti. Ular ham tushunib yetdi shu narsani. Ular ham sekin-sekin o'zgaryapti. Hozir hamma bilib turibdi. Birlashmasa qiyin bo'ladi. Shuning uchun qiyin bo'ladi. Urush chiqishi oson. Hammasi bilib turibdi. To'ppa-to'g'ri.
hozircha O'zbekiston yaxshi rivojlanyapti. Rivojlanaversin, men yo'q demayman. Baribir garantiya yo'q O'zbekiston. O'shaning uchun Amerikani yo'qotish kerak emas. Biz ham shuni xohlaymiz lekin deyman shu o'sha yerda bitta joy qilib olsaylik yaxshi deb o'ylayman, deymi? Garantiya yo'q O'zbekistonga. San xalq tushunchasi ham boshqacha-da baribir. Lekin yaxshi deb o'ylayman bizaniki uchun. A? Oilaviy qadriyatlar birinchi o'ringa qo'yiladi. Oqibatli baribir bizani xalq yaxshi. O'shalar ham baribir kamayyapti-da, o'shalar ham baribir kamayyapti. Tashqaridan yolg'ondan kam qilishadi-da, ichida lekin bir bujon. Nima yo'q. Yaxshi O'zbekiston. Siz bilmaysiz-ku, yaxshi. Narsalar o'zi qonunlar ishga kirsa, odamlar yaxshi pul topishni boshlasa, tartibga solsa bo'ladi. Lekin mana oilaviy qadriyat, oqibatlar odamning ichida bo'lishi kerak-da. Bizda o'zimizda bor o'zbeklarda. O'zbeklarda ichida bor endi, конечно. Qolgan narsalar mana bir-birini aldab ketishlar, ular bular, shu hammasi qonunlarni yo'lga solsa, odamlar yaxshiroq hayot kechirsa, shular ham kamayib ketadi. Ular pulga taqalgan narsa. Uni pul bilan to'g'rilasa bo'ladi. Bu yoqda puli bor, lekin bu yerda oilaviy qadriyati yo'q, puli bo'lsa ham. Tashlab ketadi ota-onasini. Farzand tashlab ketadi. Yoki o'rtoqlari faqat O'rta Osiyo o'tiroq xalq bo'lgancha hech yoqqa bormasdan ota-onani etagini mahkam ushlab nima qilganda, endi mana senga o'xshab undan uncha shunaqa oilalar ko'payib ketdi, bola chaqasi o'tga borib nima qilayotganlar. Shu ham yaxshi narsa O'zbekistondan chiqish sababi mana hindlarni olsangiz ham hozir mana конечно yaxshi. O'sha anaqaga chiqyapti. Hokimiyat tepasiga chiqishyapti. Hamma davlatlarda hindlar bor. Amerikaga ham prezidentligiga nomzodini qo'ymoqchi bo'lgan. Asli hind oiladan chiqqan odam. Shuning uchun o'zbeklar ham qancha ko'p bo'lsa, o'sha yerda o'sha xalqqa e'tibor yaxshi bo'ladi, qudratli bo'ladi. Bir 100 million o'zbek bo'lsa, 50 million dunyoda yashasa, 50 million O'zbekistonda yashasa zo'r bo'ladi. O'shanda O'zbekistoningiz ham rivojlanib ketadi. Ular nima qiladi 50 million? Baribir o'sha yoqqa investitsiya qiladi O'zbekiston. Tikadi pulni. To'g'ri. Ko'payib tarqalaverishimiz kerak. Shuning uchun ham bekorga oilaylar, uylar, buylar deb qilmayapti-da. Bugun gaplashib maza qildim, Ismoil san bilan. Oying keldilar. Ismoil o'zbeklarni qadrlang, o'zbeklar boshqacha bo'ladi. O'zbeklar, конечно, o'zbeklarni urf odatlarimiz juda ham yaxshi. Bittachi men yomon demayman, juda ham kasal yaxshi. bo'lsa, lekin odamlar bir-biriga zloyroq bo'lib qolganda baribir. Puldan-da, pul bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. Bitta mana kimdir kasal bo'lsa, kimdir o'lsa, pul yig'ilish kerak bo'lsa, bir deganda yig'iladi. O'zbeklar shunday yig'ib beradi. Bunaqa xalqi yo'q. Bizga qirg'izlar ham chiqqan, o'zbeklarga pul yig'ib beringlar deb, qozoqlar ham chiqqan. Sizlar yig'ib berasizlar deb hammani qiladi. Yig'ilishligi keladi, oshposhlar bo'ladi. Hech kim bunaqa qilmay, tekinga qiladi hammasini. O'zini ham shu yerda kattalar. Oyijonim bilan gaplash. Uchini ham o'g'li Amerikada. Hammani dardi o'sha o'g'lini uylantirish, bechara dardi ochiladi, har chiqqanda yig'lab oladi. U ham anaqa ekan, shu magistraturani bitiribdi, uning o'g'li Amerikada. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? O'tirishibdi. Qiz qidirishyapti, u yoqdan bu yoqdan qizlarni ko'ryapti, deyapti.
Menga ham topib bermadingizmi? deymi? Sani Hazırlaşalım. deysan deb indamadim hali. Tamam. Hazırlaşalım. Nima qilarkan endi shu bola Beraman. qolarkan, kelarkan. Beraman deyotganlarni qizi bularga yoqmayotgan ekan. A? Ha, Telefonini olib beraymi o'g'lim gaplashasan? ye. Ular ham toshkentlik bo'lsin deb qidirishayotgan ekan. Bunaqada topish qiyin bo'ladi-da. Ha, shunaqa. nima nasibasi oylari nima qaynsinglimmi kimnidir shu yerda hozir yurishibdi deyaptilar. O'shalarni qizi o'qishga ketdi o'sha yoqqa. Lekin Toshkent katta bo'lgan. Vaqtlar nimasi o'tsa keyin o'shani surishtirib Dunspam etardilar. nasibaslar eslarida yo'q. Ancha yil bo'lib ketgan ekan, yaqinda Yo'q, unaqa qarindoshligi bo'lsa bilardilar. oylar ertalar menga deyapman-ku, Gulnozaxon qizsiz. Yo, normalniy odam bo'lsa etardilar, menga mosmasdirki indamaganlar. Bo'lsa bordir shunaqa odam. Yo'q, necha yil olib keta olmasdan 20 yildan keyin olib ketdi deyaptilar. Mana endi hozir qizi o'sha yerda o'qish bitirganmish. Lekin bu yerda katta bo'lishgan ekan bolalar hammasi. Qizi o'sha yerda tug'ilgan ekanmi? Yo'q, bu yerda tug'ilgan. Yaqin gapirishmagandirlar. O'zi yaqinda ketishganmish. Taniyotganlar gapirishgan diyorlar. Aytdilar-da, men aytsam bo'lar ekan-da. Nima qilsa shularni qizini ham naq ko'rsanglar, o'sha yerda qayerdadir o'qiyotgan ekan qiz. Ali nima haydagan ekan? Mashina haydagan ekan. Olib ketmay, 20 yilda olib ketdi deyaptilar. Shunaqada oilasini endi olib ketgan. Shunaqa dedilar. Bo'pti xullas. Ish qilaylik endi. Mayli. Bo'pti, xayr bolam, sog' bo'lgin. Mayli, sog' bo'linglar. Omad bersin. Xudoyim omad bersin senga bolam. Sog'lig'ing yaxshi bo'lsin. Alloh O'zingga qiladi. qarang. Omading bersin, Xudoyo. Xudoyo g'oyibidan yetkazsin hamma yaxshiliklarni Alloh senga. Tezroq baxting ochilsin, tezroq to'ylaringni ko'raylik. Hop, sog' bo'linglar. Xo'p, sanam tuzib bor. Sog' bo'lgin bolam.